Xitoydan nimalar olganimni bugun sizlar bilan raspakovka qilamiz. Birinchisi va eng qimmati bu DJI Osmo Pocket 3. Bu kamerani neplanoviy oldik. Olganimizga juda ham xursandman. Hozir bu kamerani ko'rsataman. Kamera shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni stabilizator bo'ladi va kamerasi 360 gradusga aylanadi. Kameraning ko'rinishi. Давайте endi shu kameraga o'tamiz. Bu esa DJI Osmo Pocket 3 videoga olishi. Уже so'z bilan ifodalamasa ham bo'ladi, qanaqa kачествоligini. Endi ichidan nima chiqishini ko'rsatib beraman. Uning uchun buni qat'iy qo'yib qo'yish. Ichidan shunaqa o'zini mikrofoni chiqadi. Bu mikrofonni telefonga ulab bo'lmaydi, kстати. Hatto ChatGPTdan so'rasam mumkin dedi, no ulolmayman, bilmadim. O'zini shunaqa chexoli bo'ladi. Chexolining ichidan mikrofonini shumoizolyatormi, bir nimasi chiqadi. Bu shamol bo'lganda bunday mikrofonga ulab qo'ysangiz, shamol eshitilmaydi. Дополнительный аккумулятор, переходник. Bu переходник nimaga kerak desanglar, bu переходник mana bu nojkasiga kerak. Переходникni birinchi mana bunaqa ulab, keyin nojkasini ulash kerak. Bu nojkasi без переходник turmaydi. Hozir shuni ulab qo'ymoqchiman. O'zi video o'tgan joyim sal nito turibman. Keyin ichidan shunaqa shnuri chiqadi. Ichidan shunaqa linzasi chiqadi. Kelinglar, shu linzasini hozir qadab qo'yamiz. Telefon 05 kamerasiga o'xshab, короче, shunaqa suzit qilib qo'ydi. O'zini shunaqa chexoli bo'ladi. Bu chexoli juda ham DJI o'zini olib yurish udobni. Mana buni har doim ham olib yura olmaysiz. Mana bu kichkinagina bo'lib, udobni bo'lib turadi. Bu kamerani anchadan beri ko'rib yurdim va juda ham olish xohlagandim. Imенно shu Xitoyga borganimizda olish nasib qildi va men bundan juda ham xursandman. Va juda ko'p оборудование oldim. Оборудование номер 1. Oy, mana qirish orqam turgan. Оборудование номер 2. Mana bu оборудование. Оборудование номер 3. Bu shtativ. Faqat оборудование. O'zi normal ishim olganim yo'q, просто joyi maqtangim keldi sizlarga.